بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم تفسير ده وبنية الباء على الكسر ده بسم ديانك باء كسر أقل ده كسر مبني ولا بكتير لأنها تلازم الحرفية زر ديان ده مجرور لق ولسه حرفك أملك بالله ولا بكتير كيفين جاهل وبنية الباء على الكسر لأنها تلازم الحرفية والجر فكسرت لتشابه حركتها عملها يعني باء أدر مش هذا مش زر أخذوق ده مبني على الكسر بوكتة لأنها ها مش هيك نقيت ده يا كسر لأن الكسر تلازم الحرفية والجر والجر هذا حرفية معطوف والشكل çünkü zir degan ko'pincha harfga billa bo'lib keladi. Harf bilan billa zir bo'lib keladi ahvol ko'p deydi. Val jar yani majrurlik holatida bo'lishi ama ko'pincha fakusirat li tashabuhi harakatiha amalaha. Demak buning qiladigan ishi zir o'qitishga qiladigan ishiga udullab zir o'qildi deydi. Yani bu yerda ba nima uchun zir o'qildi? Bu da balki bu nahvchilik keng kirib o'ylab boqqan gap bu. Araplar bunu lug'at bekitilgan chog'da shunda bekitilib ketgan narsa. Keyin uni boshqa bir narsa olib, keyin undan bu yoq zirma xizmat tomoniga udilgan deb o'zgartgan narsa emas. Bunda tahlil qilib boqadan. Wal ismu va ismniki hamza tavassul. Shuni o'qiganda wal ismu deydi. Wal ismu desa xato bo'ladi. Wal ismu min al asma' allati banaw awailaha ala sukun. Ismga mush so'z zodi. Dastlabki harfi ash mabni ala sukun bo'lib ketgan ismlarning birisi. Un ism bor. Un ism deb mashhur. Nima qaysi? Ibna. Imra. Ist. Qancha? Isnayn. Mush un ism davomliq hamza tavassul bo'lib keladi. Fayda nataqu biha mubtadi'in. Bunun dastlabda mush ismni talaffuz qilgan vaqtida qanday qiladi? Zadu hamzatan bir hamzani qachaykin. Ism demoqchi bo'lsak, hamzamiz cho'qim chiqadi. Chiqma chora yo'q. Tafadiyan min al-ibtida bis-sakin. Ta'azzura. Chunki sakin bilan sen boshlayolmaysan. Qiyin bo'ldi. Ta'azzuran qiyinlashib ketdi. Nima? Qiyinlashib ketgandan keyin buni oldini olish uchun yoki buningga yo'liqib qolmaslik uchun yoki buni atlab ketish uchun tafadiyan mishada yo'liqmaslik uchun, saqlanish uchun, atlab ketish uchun emas. Demak bu qiynalib qoldigan bir o'ringa tushib qolmaslik uchun biz hamzamizni paydo qildik. Va idza waqa'at fi darji lik arliq kelib qolsa demakchi. O'ttirda lam yuftaqar ila ziyadati shay. Bu chaqda hamzadan bizni akammasakmi yoki boshqa narsa aklab yurmasakmi bo'laverdi. Uni muhtoj emas. Va minhum man lam yazidha. Arabning ba'zisi yoki shu nahriyning ba'zisi deydi. Hamzadan bizni aklab yurmaganlar bor. Uning o'rniga vastagna anha bi tahrik as-sakin. Sakin harfni sin deydi masalan. Sinni qancha harakatlantiriblam oldida hamzadan bizni aklab yurmaylam ishlatib olganlar bor deydi. Faqala simun yoki samun debdi. Va mishada atfa va samun. Va huwa min al-asma' al-mahdhufat al-a'jaz. Bu orqadagi harf ilib tashlanib ketgan ismlardan deydi. Ajzaki. Ajaz degan nima? Farq tarpi degan. فقلت لها لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. يمر القيسنا شير واقع شير يلا ما مسلي هذا فقط. شير يلا سانلا أردتنا بتق نحو بقاعد بقوجم سانلا ملكة پیدا olup قاعدة تحقیق قوجم سانلا شو كذا بولسلا. أردتنا وذوق پیدا olup. Lekin şiir degan en qoidani buzdigan shu gözdan demişler ma'lum narsa. Bu Araplar aşağıdan olgan qoidani demdi. Aşağıda alıdı çünkü Kafi üçünde ben nasıl buzuldu şey yapar. Kafi üçün buzda yerli var. Bu ma'lum joyda dikildi. Bu az qism. Ko'pincha ahvolda arab tilininki haqiqiy ahvolini shu o'z vaqtidagi she'rli belgilab berdi. Yani keng she'rlar emas. Shu islomning dastlabki davri bilan joylatdagi she'r. Şuna İmrul Qays'ın dedi فَقُلْتُ لَهَا لَمَّا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ وَاَرْدَفَ أَعْجَازًا وَنَاءَ بِكَلْكَلِي أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَنْجَلِي بِصُبْحٍ وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكِ بِأَمْثَلِي. Acaz müşahede insanı desek sağır, kasın değil. Başka narsa anlamazsan ağ tarafı değil. Mesela baş sözde üçüncü harf degendek mesela. Keyyedin ve demin. Aslı bunun üçüncü harfi attı. Dema degen, demu degendek ço. Ve asluhu simun deydi. İsim degenin aslı
to'liq harfi qasidda simun bo'libdi bu. Ya'ni bu asli qoidaga tushgan narsa hozir. Asli simun bu degan gap yo'q, lekin qoida qilib o'zimiz bekitgan nimaga tushirsak, bu simun chiqadi. Ya'ni bu ism hozir nimadan kelgan demakchi. So'z qaysi, filtiz qaysi deganda bu simundan kelgan deb. Nima uchun desa, ba'zilarda bu sima vasama yasimu simatan ma'nodan kelgan deb. Masalan, vasama bo'lsa alomat belgi qo'ydi. Atqa dag'lib belgi qo'ydi. Shuni vasama deymiz. Alomat qo'ydi, belgi qo'ydi. Belgi qo'ydi desa, bu ism degan hamma odamning har narsaning belgisi ism degan bu tushadi. Lekin sarfiy tarafdan to'g'ri chiqmay qoladi. Masalan, nima uchun bu yerda simun dedik? Bi dalili tasrifihi ka asma. Biz ko'pchilikni ilib olsak asma chiqishni ama mimdinkin alif ba bu mesela qinun va aqna degandek. Va nima? O'qinglar shuni. Asma degandan keyingina. Va sumiy va samaytu va ishtaqaqahu min as-sumu va huwa asmaa va sumay. Sumay nima uchun degan chaqda bir so'zning tub yiltizini topmoqchi bo'lsak, asl harfini buni tasg'ir qilamiz. Bu sarf qoidasi bu. Tasg'ir qilsak mana deb chiqadi. Yoki masalan mudarani deb qo'yamiz. Masalan qala desak, buni mudariq ekansak yaqul bo'ldi. Vav ekan buni asli deymiz. Ama bo'lmasa qala bu alifmi, nima, ya'mi buni qilinmaydi. Ama ismini shu tasg'ir qilgandilar 3-harfi ya shu o'tirdagi harflar nimaliki mana deb chiqadi. Sumay degan ekan, bu asli bu vasamadan emas, vav yaldan chiqqanligi ma'lum bo'ldi dedi. Vasamaytu. Demak bu yerda hozir samaytu desam ama ya yerda. Samaytu yoki samavtu desam bu nimani bildirdi? Asli bu ustunlikni yuqori ko'tarildi. Sama degandagi sama yasmu deydi u. Demak bu o'rlida yuqori ko'tarildi, ustun bo'ldi degan ma'noda. واشتقاقه من السمو وهو الرفعة لأن التسمية تنويه بالمسمى وإشادة بذكره. تنويه تا خطأ محقق تذكر كما قال تنويه كما تنويه نوه ينوه تنويها. Çünkü ismini ataş degan nimada iborat? Atalgan şu ismning egisining bir qadrini ko'tarib qo'yish. Alane ustane falan nasab da qadrini ko'targandek. Yoki asli qo'yish desam, tanvih degan ya'ni sami hisob qo'yish. Eskartish va ishadatun bi zikri. Demak buning sal qadrini ko'tarib madilab qo'ygandek bir narsa. İşaret degan nima? İşaret degan qadrlash, madilash, maqtash, yaxshi gapini qilib qo'yish degandek. وحذفت الألف في الخط هنا باسم deganda asli yozgan chaqda alif yozilmaydi ku. Boshqa yerda yozildi. Boshqa har qanday yerda yozsak ba alif unda sin yozamiz. Lekin ma bismillahirrohmanirrohim deyishda ba sin mim. Shu harf bilan bo'ldi, alif yozilmaydi. Nima uchun? Deb qo'yganlik nima uchun? Oxiri alif bunda asl emas. Sin, mim va vav bo'lgankin. Asl emas bo'lsa boshqa ham yerda yozgan vaqtimiz tushib ketish kerakdir. Alif bizning oldindan zavarurda qada qildi. Bu bilgan zir bo'lgandan keyin bu demak ya yog'izib ketish kerak, ya jaqilib ketish kerak. Yozib qolsa biyisinde o'qilish eg'ir kelgan uchun shuni eg'ir kelsa hamma yerda eg'ir kelsa. Iqro bismi emaslar. Ashhadu an la ilaha illallah. Buna qanotlarda javob yo'q. Faqat dabba qadamda. Buna Uzun yozganlığa şeyler. Avzu bismi rabbikda uzun yazsak olmamdı. Nimcha ham yodimda. Bunun qanotlarda javob yo'q. Balki unda shu Qur'onni yozgan chaqda, shu shaklni bekitishda shunda bekitgan. Balki ko'z tutgan har xil tahlil qilib qo'yadi. Ya, kesirdi tamam toza ig'ir bosolmaydi. Sür nimdan basma? Yo'q. Bismillah'dan başka. Bunda bismillahdan boshqa yozildi deyman. وحذفت الألف في الخط هنا وأثبتت في قوله اقرأ باسم ربك لأنه اجتمع فيها. مش نما اجتمع فيها demek şey. مش هذا شنو اسمه باه çok. Belki اجتمع فيها degene ma tasmiye bilan iqra degan fe'l ikkisi birga keldi degan bo'lishi mumkin. Bism bilan ma iqra degan fe'l birga keldi degan bo'lishi mumkin. Iqradan bismillah. Yani bismi degan chaqda fe'l birga keldi demoqchi bo'lishi mumkin. Va odatda bismillahirrohmanirrohim desek iqra ya iqra qiraati degan gap yo'q-ku, mahzuf. Belki shuni ko'z tutgan bo'lishi mumkin. Yoki iborada bir nima bor, masala bor. Ma'annaha tasqutu fil lafz li kathratil istimal. Bu yerda biz talaffuz qilgan chaqda zada o'qilmaydi va alif deydi. Lekin shunda bo'lsa-mu miyada
bekildi. Bismillah to'la kildigan bo'lgan ekan, bu bir ta'lilendi. To'l takrorlaydigan narsa. Bismillahirrohmanirrohim. Nima boshlamoqchi bo'lsak, masalan, xat yozganda Qur'on Karimning har bir surini yozgan chog'da bismillah takrorlandi. Shunga ilib tashlanib ketgan. Balki bu sababdir, balki boshqa sababdir. Lekin bunda Qur'on Karimni yozgan chog'da Mustafa Osmonni deydi, imomni yozgan chog'da buni shunda bekitgan. Lekin shunda bekitishni ham masalan bir ko'z tutgan tarafi bor. Buni ham der sadiq kishilar nahvi sarf nimasta tasavvuf nimasidan tahlil qilib ketadi buni. Ajoyib gapni. Va tuwilatul ba'iwadan an hazfiha. Shu ba'ni yozgan vaqtimizda shu bismillahirrohmanirrohimdagi ba'ni yozgan chog'da unda ba'ning tishini egizroq boshlaymiz deydi. Sal egizroq boshlaymiz. Nima uchun desa, yana bir alifbatda uni egizligi yo'qolib ketib qolgan, uning egizligini mana o'rniga egizlik paydo qilamiz. Bu bir tahlil. Va qala Umar ibn Abdulaziz, yani xalifa Umar ibn Abdulaziz katibiga bunday degan. Tawilul ba'ni sal egizroq o'rnak va azhir sinat, sinning tishlarini unda aniq chiqadi deydi. Va dawrul mimni jumla yazmoqchi. Bu yozish qoidasi. Valloh masalan, valloh asluhul ilah. Mana Alloh degan so'zning asli nima? Ilahdan kelgan deydi. Ya'ni bismillah, hozir ism deganda dedik, endi Alloh keldi. Alloh ilah degan so'zdan kelgan. Va nadhiruhu an-nas. Bunun o'xshagan so'zlarning birisi an-nas degan so'z. Buning asli unas. Al-unas debdim ya da, ma xato bo'lishi mumkin. Sizniki nima debdi? Al-unas bo'ldi, unas bo'ldi. Eliflam bo'lmaydi. Asli eliflam yo'q buning. Eliflam chizgan bo'lishi mumkin bu. Al-unas. Huzifatul hamza, hamzani elib tashlatdik shunama. Huzifatul hamza elib tashlandi. Nundan ilgari hamza elib tashlandi demakchi. Va udanha harfut ta'rif. Uning o'rniga harfut ta'rif qo'yildi. Harf ta'rif nima bo'ladi? Eliflam bo'ladi. Eliflam bo'lsa, bayatdan al degan ziyodaga deyman. Agar unda ziyoda bo'lmasa, takrar eliflam kichik kelib qolgan bo'ldi. Demak, bu yerda unasni annas qilib atdik deydi. Ilahni Alloh qilib atgandek. Bunda siz hozir bu demak so'ni Alloh iliflam ta'rifi demakchimi? Ha, ta'rif. Masalan, odatda qanday bir ilohni desak, iloh deymiz. Lekin Alloh kelsak, biz taniydigan shu Alloh, bu alam, ismini aytmoqsa Alloh deb. Tavhid kitoblarida Alloh ilohdan sig'inib chiqqan emas. Ya buningda talash-tartish albatta. Lekin bu tafsir shunasidan ba'zi bir qarashni aytildi. Uning necha xil qarashlar bor. Unda Allohga ma'rifasi bormi? Ma'rifa bo'ldi. Ma'rifa alam ala zatil muqaddasa. Yani Allohninki ismi. Xuddamizning birdan ismi bor. Şuna o'xshash Alloh taolaning shu o'z zotini bildirgan ismi shu. Shunga Alloh taolaning zoti Alloh ekanligining bir isboti hozir qadar qanday maxluqdan bilsa o'zining ismini Alloh deb qo'yib qo'ymoq. Ya qo'yib qo'yganini anglab olmayman. Sarangdan desa, ya Xudoning da'vasi qildimmi desa, men Alloh mening ismim Alloh deb ismini unda qo'yib qo'ymoq. Ismi boshqa uni. Ani taqin degan ismi bor. Lekin men Xudo deb chiqqanlar bor, masalan, Fir'avndagi, masalan, ilahlik davası qilganlar, lekin bu ismi unda Alloh emas. Demak, bunda hech qanday bir narsa Alloh taolaga samiyuhu bo'lib qolgan, ya'ni ism deshi bo'lib qolgan. Bu Alloh taolaning uni yakigana Alloh ekanligining isboti. Mush ko'z qarash kuchliroq o'ramda Alloh aslul ilahdan shaxlab chiqdi degan. Ya bu bir qarashim. Bu shaxlab chiqdi deb nuqlash bir xil tahlil. Shu yerdan chiqqan bo'lishi mumkin, chiqmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu ilah degan so'z odatda shu Xudo o'sha nimada ishlatadi emasmi? Davondan o'shani chiqqan bo'lishi mumkin. Odatda bunda Xudoni biz iloh dedik, Tangrini. Davondan ama Alloh haqiqiy ibodat qilishga haqliq bo'lgan, shunga loyiq bo'lgan zot Allohdir. Bu Allohning kamida jahliyatdan burun ishlatdimi? Islom kirishdan burun ishlatmabdi. Ishlatdi shu Allohni bu shu burunqi haq burmalangan islom dini vaqtiga Ibrohim alayhisolamning boshqa payg'ambarlar ilib kelgan. Shunda Alloh deb shu Allohning ismini ishlatdi. Kim bulardan bu Allohning ismi yana boshqa nima atılab masalan Xudo debchi bu burilib ketgan qalamiqan ahvollar. Lekin normal haqiqiy ahvol nima? To'g'risi shu Allohning ismi bu. Allohning birdan bir ismlari shu Alloh bo'ldi, qolgan sifatlar masalan. Ya boshqa ismi bor. Boshqa ismlar bor. Endi o'sha sifatlarni ism degani valillahi al-asmaul husna. Valillahi al-asma ismlar deb tushunamiz. Ism demak. Nojiy ism. Mesela Ar-Rahman ismi Allah'ın ismi. Yani sıfatlik tarafı var, lekin isimlik tarafı egri sıfatı. Lekin Rahim sıfatlik tarafı egri basın. Çünkü başka adamlar mesela başka mahluklar Rahim'de sıfatlik buldu. Lekin başka mahluklar Rahman'da sıfatlik bulunmaydı. Allah has isim olup ketken. Yani bu Allah'ın
asli ilohdan kelgan deb ishtiqoqimizni tekshiryapti. حذفت الهمزة وعود منها حرف التعريف تلقى أناس جنة والإله من أسماء الأجناس إله هو اسم الجنس يقع على كل معبود بحق أو باطل demek bu Xudo qilgan amaliyat ilohga yaramaydigan narsa bo'lsa-mu, ayda ibodat qilinib cho'qinilgan narsa bo'lsa, bu iloh deb atildi. Iloh soat bo'lsin bo'lmasin. Qiyomat kunida mahsharga to'plangan chaqda Alloh taolo har qavm o'zi dunyoda ibodat qilgan ilohining haqini mansub degandan keyin nimaga ibodat qilgan bo'lsa shuni haqida ma'lum. Mana ekan mo'minlar qolib qoldi. Qolgan ekan qo'ysil turib qolsang'o, ma'mumlar bizim Rabbimiz kimdi? Rabbimiz kelsa biz uni ma'notda degandan keyin Alloh taolani tunuydi. Qanday tunuydi? O'zining sifatlarini deb bergan xabar qilgan ama bu sifatlarni tunuydi. So'ngra bu sifatlarni boshqa bir sifat qilib, men ilohimni, men aqim degansa, ya sen ilohimiz emas. Sen ilohimiz kelsa biz tunuymiz uni. Uni qilgandan keyin andin mo'minlar tunuydigan sifatga kelib, men sen ilohinglar, sen biz ilohimiz deb andin aqilmoqdi. Şu ilahum ma'allah degan. Shunama? Yani Allah bilan yana bir ilohim bormi degan. Qanda ibodat qilingan narsa bo'lsa, haq bo'lsin, naq bo'lsin. Yani iloh bo'lishga yarısin, yarımsin. Bu iloh deb atildi. Chunki xalqlar buni ham iloh tariqasida cho'qinganlikdan. Summa g'alaba alal ma'budil haq. Andin bu ishlatilgan jarayonda bu haq ibodat qilingan bilan ko'pincha shuni ishlatilgan bo'lib ketdi deydi. Kema anna najma ismun li kulli kawkab. Tuzlan boz najm deymiz go. Summa g'alaba ala surayya. Najm desa odatda xuddi nima bu odatga qanday bir yulduz emas, xuddi ma cho'lpa yulduzni deydi. Ya surayya degan bu asli yo'g'ircha o'kar yulduz deb qo'ygan. O'yda surayya bir yulduz emas. Yulduzlar to'plami bu. Yani bir gurbunda jug'lashgan yulduzlar bor. Shuni dedi surayya. Va ammalloh بحذف الهمزة والله ديالنا مسامزنا اللي بتشوت قمده إيه ديالنا سيوق هذا الله لما فمختص بالمعبود بالحق أن إله تساك حقوسن ناقوسن شلتلته لكن الله وسا حق معبود قلام سبحانه وتعالى أغلب شلتل لم يطلق على غيره onun başka birisiga ishlatilib bakmagan. Hatta Allah'ın balasından birisi olsa mesela qanda azg'un ashar qanda chataq e'tiqodga bo'lib kelsin balasini Alloh deb qo'yib qo'ygan. Yani tarixda bizning bilishimiz. Nima? Demak Alloh taolo o'zining ismini endi qo'ygan. Bu Alloh taolaning haqiqiy qudrat egasi kelgan bir isbot. Odatda vaqa bo'lib bo'lgan amaliy real nimadan tildan dalil mi? Rasmi Arapça kelimi mi? Bu Arapça bo'lishi mumkin yoki ko'pincha tilda bo'lishi mumkin. Aslo shu nimadan tatib kelgan bo'lsa, Adam alayhisolamning tilidan tatib. Undan boshqa Şive lahjilar o'zgarib o'zgarmasdan turklar Tangri deydigan, farslar Xudo deydigan, inglizlar God deydigan unda o'zgarib ketgan bo'lishi. Lekin Alloh o'sha arab tilida shunda qilib qolgan. Allohning ishidimiz. Shu hozir ba'zi ahli ilmlar ya bu Alloh deb o'zini Alloh deb atagandan keyin sen Xudo desang bo'lmaydi. Alloh taolo o'zini Xudo deb atadimi? Yo'q. Tangri deb atadimi? Yo'q. Da'vandan keyin Alloh o'zini atagan ism bo'yicha xuddi bizni ota-onamiz nima ism qo'ysa shuni demasak başka bir binada açığımız gelen ağaçlar Allah'ın Allah da batayımız. Tabi şuna buranka Xudoga emanet degansini Allohga emanet deb o'zgartgan. Balki biz Xudo deganni arab tilida iloh degan bo'lishi mumkin. Iloh degan yani bu aşo ma'budni bildirdi aşo. Ha, ma'budni. Yani men tarafdan to'g'ri, lekin ism tarafdan rasulda muqmon bo'lsin. Yoki hamda fars tilida payg'ambar aytgan bo'lsa balki Xudo deb aytgan bo'ladi ismini. Turkning payg'ambari Tangri deb o'zining nimasiga yaqinlashtirib o'zining tilida tushunishi. Endi Alloh desa odatda tilja arab tushunda boshqa islom dini Alloh degan ismni anglab boqmagan bunda bo'lsa bu g'ayri tildi, o'zining tilida yo'q. Va bu ehtimolli qamda. Lekin arab tilida Alloh taolo o'zini atishi Alloh. Tamam? Kendi bir arab islomga tamam bu hozir Qur'onni utilga tarjima qilib bu tutun xato deb bu nimda xato desam mesela mesela hozir ma'lumlik arabchada mesela bir kalimani arab so'zlasa uni nimga chiqarsan tarjima qilsam uni ras o'zining ma'nosi chiqmaydi. Bo'lmaydi tarjima qilsa eslatib qo'yaptimi? Ya shu o'zining ma'nosi chiqmaydi to'g'ri. Lekin asas demoqchi bo'lgan mazmun chiqadi. Uning boshqa va jinoyatga balog'iy taraflarini qilib bo'lmasmi? Lekin shu Allohning birligi, payg'ambarning haqiqati, kitobning haqiqati, mush mazmunlar hidoyat munosabat taraf tushunisi bo'ldi. Buningdagi balog'iy bo'lgan ta'simda bir tilni aynan tarjima qildi. Bunda bo'lsa masalan, buni tarjima qilsa islom dinininki dunyoviy qilib ketadi.
Ve ursiltu ilen-nas kâffeten dedi. Burunqi peygamberler hamma o'zining qavmiga keldi. Turkligi bir peygamber, Farislik bir peygamber bunda kelgan bo'lsa yoki bir qabila masalan, buning o'zining tilida bo'ldi shumi. Yani çokum o Türklik kelgan peygamber Allah demeklik yaxshi. Belki Tangri deylik. Ya ko'p deydi. Bizning kitobning chiqdi, shuningki farislarniki Xudo. Men o'qigan ishni tushunib, ana shularni qilgan dalolatni shu arablik Allah. Shu dalalatni bizga tushuntiradigan shu. O'xshay. Va ma arsalna min rasulin illa bilisan qawmihi. O'zining tilida yotdik. O'zining tilida yozib o'chaqda hamma so'zlarni nima qilib ba'zi so'zni boshqa tilda arabchasini deb qo'yamdi. Unda demaydi. Shu o'zining tilida shunda tushundigan ifodalaydi. Demak bu yerda hozir Alloh shu Zatul Muqaddasaninki al-ma'bud bil haqninki ism bo'lib ketdi bu. Alam lam yutlaq ala g'ayrihi va huwa ismun ghayru sifa. Bu ism hozir sifat emas. İsim bilan sifat o'z qanday farqi bor. Masalan, li'annaka tasifu va la tasifu bi. Chunki sen ismni sifatlaysan, lekin sifatni sifatlaydigan yo'q. Sifat bo'lsa boshqa, ya'ni Allohning boshqa bir ismi bo'lsa, Alloh deb ismini sifatlasang bo'ladi. Unda emas. Hadi Alloh sifatlanadigan so'z. La taqulu shay'un ilahun. Va ilah narsa demaysa dedi. Kema la taqulu shay'un rajulun. Bu ism bilan rajul yani ism desek, bu shay'ni rajuldan sifatlaymaysa dedi. Rajulun shuja'un desang, o chaqda rajulni sifatlaysa. Va taqulu Alloh vahidun samadun. Demek Allah vahid samad deb unda sifatlaysa dedi. Va li anna sifatihi ta'ala la budda laha min mawsuf. Allah Taola'nın sifatlari yo'q. Diğer sıfatlar var. Bu sıfatların ilgisi olaş gerekte. Mevzu dediğimiz ilgisi hazır. Sıfatlandıran zat. Şunama tecriyaley. Bu sıfatın ne turda? Çokum bir mevzunun üstüne bekitiliş gerek. فَلَوْ جَعَلْتَهَا كُلَّهَا صِفَاتٍ اَمْدَا لَقَا الْمَلِكُ الْقُدُّسِ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ Amma şunu sıfat kılıversen, Allah'ın sıfat kılıversen, bu sıfatın ilgisi kim bulup kaldı? İlgisi yoklap kaldı. لَبَقِيَتْ Sıfatun gayru cariyetin ala ismen. Demek isimge desimaydigan, ilgisini tapanmaydigan sıfatlı bulup kalgan buldu deydi. Ve da la yecuz. Yani ve hada la yecuz demek. Bunda caiz olmaydı mı? ولا اشتقاق لهذا الاسم عند الخليل والزجاج. خليل ابن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين. Bu iştikak, Arap dilindeki iştikak, türleniş hadisini tahlil qilib o'tirishqa. İştikak mı iki xil. İştikak kebir, iştikak sagir. Va bizning arqa fa'aladin fa'il, maf'ul munda chiqdi degimiz bu iştikak sagir bu. İştikak kebir degan bir söz yani başka bir sözden o'xshab qoldi. Biz qassa deymiz ama qassa dedik. Endi qatta dedik. Qadda dedik. Va mesela ishtiqoq kebir bu. Bir ma'nolik so'z demek. Yo'g'on bir tuppa shundan da o'xshab qolgan sig'il chiqdi. Lekin biror bir o'xshamaydi. Biror o'xshamasa bu ishtiqoq kebir. Lekin hammasi ashunda so'zni akasan tut ma'nosi bir chiqadi. Bu ishtiqoq kebir. Bu shuni o'rgansanlar ko'pincha tonimaydigan lug'atli kelib qolsa, buni ma'nosida deb o'tib ketaverasiz. Qassa, qata'a, qatta, qadda masalan. Quddat qamisu deymizga, hamiz kesdi, sundirildi, üzüldü degan ma'noda. İstiqoq kebir degan shu. Aşımıca tabasa aşımı iştikak kebir namasılsa. Uygur tilda olmasında bir sözünü dese, sizin aldığında ötmeyen söz olsa, birer okşamada yakın bir sözden bu mandarak ma'noga da bilalaysiz bunu. Bu asasen zavq bilan kullanılan. Muş Halil iştikak namasını tadqiq qilib o'ttirib chiqaradi. Va Zajjaj bu lug'at shunas, tafsir shunas alınmış. Va Muhammad ibn Hasan bizning imomimiz Şeybani ya. Muhammad ibn Hasan Şeybani şu. Bu mu lug'at tarafdan katta olim etti. Muhammad ibn Hasan olunca. Muhammad ibn Hasan'ın İmam Şafii qazbisi yoki boshqa olimlarmi Bahavrisda bu yozgan kitoblarda bir ig'iz xato so'z, ya'ni lahn bo'lib qolgan, misol qoidaga tushmay qolgan arab tiliga uyg'un emas bir tal so'zni ishtirok qilinmaydi. Qattiq tasih. Val Husayn ibn al-Fadl va qila ma'na al-istiqaq. Demak hozir Allohdan da turinib nima chiqarib yo'q deydi. Mesela ma'luh degandagi, muallah degandagi mana chiqmaydi demakchi. Ma'lumning qarshida unda chiqmaydi. Bu xuddi ismi jamid o'xshashlar. Va qila ma'na al-istiqaq an yantazima as-sighatayn fasa'idan ma'nan wahid. Ya ba'zilardan istiqoq degan, turinib chiqish degan nima? Ikki siyg'a bo'lsa, qala masalan
qailun maqulun degandek unda siga bo'lib qolsa bu ikki sigani bir ma'ni bunda tutashtirib bir ma'nining doirasiga kirsa bu ishtiqoq bo'ldi deyilibdi. Ikki ya fasoidan degan uningdan ko'p ma'ni vahid demak ikki ya uningdan ko'p 5-6 ta so'z bir ma'ni to'plab tursa bu ishtiqoq degan shu deb qaralibdi. Balki buning asli tegi lafzi o'xshamasmi lekin bu nimani bildirdi desa mutaraddifatni demakchi o'xshaydi bu ma'nida so'zlandi. Lekin bizning bo'ldigan ishtiqoqimiz ashariflari asli tegi bir bo'lish kerak. Wasiqatu hazal ism wasiqatu qawlihim ilah idza tahayyar. Ilah ma ishtiqoq deb baqiladi buni. Nimadan ishtiqoq qilib chiqqan? Qaysi so'zdan turilib chiqqan? Esa ilah degan so'z tahayyara degan ma'nodagi valahadin chiqqan demakchi bu. Ya'ni valaha deb baq. Valaha degan so'z. Valaha yalihu. Valhan deymiz-ku. Valhan degan birisini qattiq yaxshi ko'rib, oshiq bo'lib, o'zining konseptini bilmaydigan bunda gangirab yuradigan valhan. Valah degan. Yani bu bir xil aşıqlıqning bir darajasi. Ma'lum bir yerga qancha unda kallasi joyida olmay, o'zini tuymay gangirab yuradigan bo'ldi. Yantazimuma ma'na tahayyur. Yantazimuhuma deganda mishada huma nimaga qaytadi? Ilah va Alloh. Balki ilah va Allohning asli nimasi? Qaysi doiraga kirdi bo'lsa, hayronlik ma'nosiga kirib qoladi dedi. Hayronlik yani tingirqab qilish, gangirab qilish, hang-tang qilish deymiz-ku. Va dahshat degan shu, hang-tang qilish. Bu siğdan çıkan bolsa Allah'ın ma'nosi nima uchun bu siğdan chiqib bunda Allah bunda ataldi degan bir savol paydo bo'ldi. Va zalika annal awhamna bizning xiyolimiz kalla kelgan bir xiyolim tatahayyaru fi ma'rifatil ma'bud demak insonning xiyollari tushunchalari bu ma'budni tunishda hayron va has qoladi dedi. Düşünemeyiz hakikaten. Ve yudhashul fatin. Fatin diyen pemparasat, akıl, dana kişi bu mu gangiraplam kaldı. Elbette Allah'ın hakikatini o mahluk bilmeydi de. Aklı bek ne bulup kessin. Velida kathura dalal ve feşel batıl. Şuna azgınlık köp adeti. Allah Teala peygamber ivatip hidayet kılmasa bu insan o oylap bunu tanıyamaydı. Hakikati yetemeydi. Şuna azgınlık köp olup gidiyordu. Batıl yamarıp gidiyordu. Ve qallan nazaru sahih. Toğra qarash az olup qoladi dedi. Haşa degan kang qanat yeyib ketgan, yamarab ketgan. Afshu salama baynakum. Qanat yedirish. Niyadan yamarab ketish deymiz. Bu qanat yedirish degan. Wa qila huwa min qawlihim allaha yu'allihu ilahan. Manda turilib chiqqan deb muqarilibdi. Iza ubida, yani ibodat qilinsa. Demak bu ibodat qilinish degan ma'nodan bir so'zning nima qilgan demakchi ekan. Fa masdar bi ma'na ma'luh. Yani ilah degan hozir masdar oldu shuni ama masdar bi ma'na al-maf'ul, yani al-ma'bud demak. Xuddi mesela hada xalqullah degan xalq mishada maxluq demak. Hada o'zi xalq deymiz-ku. Xalq nima? Alloh taolo tarafından yaratilgan kishilar degan bo'ldi. Endi bu oyatda ism maf'ul bo'lishi mumkin. Masdar bo'lishi mumkin. Allohning yaratishi mana shunda degan bo'lishi mumkin. Tamam? Yani bir adı halk diyeni mahlukta işletiş bağı var hepside. Şunun okşaş ilah yani ma'luh, ma'bud diyen manada. Ma isal yakırrahken ma var. Allah yu'allihu ha. Ve tufakhamu lamuhu. İza kana qablaha fathatun ev dammatun. Aldıda zivar ya pişirip qalsa, lamның aldıda zivar ya pişirip qalsa, lamны munda mufakham olur. Tom halqullah la dedik. La dememiz. Eğer zir olub qalsa billahi deymiz. Lahi dememiz. Bu hamda qiraat münasibətdir. Ve turaqqaq iza kana qablaha kasra billahi degandek. Ve minhum man yuraqqiquha bi kulli hal. Bu qarilni ko'z chiqamoqchi va minhum degan. Ba'zi qarilar har qanday ahvolda endi yengil oladi dedi. Va minhum man yufakhimu bi kulli hal. Hamma ahvolda mufakham holatda oldiganlarim bor. Val jumhur ala al-awwal. Bizmi shu jumhurning mustad. Endi va rahmanu fa'alanun min rahima. Shunami? Rahima degan so'zdan fa'alan ama ishtiqoqlab chiqqanligini qildi. Fa'alan vaznida chiqdi. Va huvallazi wasi'at rahmatuhu kull shay'in ka ghadbana min ghadaba. Bu rahmeti hamma narsa keng azod yeyilgan, hamma narsaga yetadigan zot degan bo'ldi. Farsiyasini mubolag'a oldi. Ka ghadban mana min ghadab qattiq achchiq kelib ketgan, eshib tashqan holat bo'lsa ghadban deymiz. Demak rahmeti bunda
liq to'shib eshib teshib ketgan hammaga tang yetadigan demoqchi. Aslida Rahmanmi mimni kelin alifda yazilishi kerak shunami? Men alifda. Qur'onda yazilishi kerak Rahmanni. Qur'ondagi Rasul Osmoniyni ekaldi. Rahman degani bu yerda alif odatda sizib qo'yildi. Ba'zi qimlardan da alif yozamiz. Va huval mumtali'u ghadaban. Demak g'azabga to'shib ketsa g'adban deydi. Va kadar rahim. Rahim degan so'zmi shunda? Fa'il minhu kamarid min marida. Yani rahmat degandan bir xil ism fa'il siyg'asi chiqdi bu. وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم. الرحمن من الرحيم نن ikkisi siyg'asi o'xshamaydi. Davomdan buning birisi mubolag'a yoki boshqa bir birisi bildirmaydigan bir ma'no bor buning. Rahman degan odatda arab tilida bu fa'lan vazni bakrak mubolag'a bildi. لأن في الرحيم زيادة واحدة وفي الرحمن زيادتين. رحمن إشكارب زيادة ولده. رحيم ده برهرب زيادة ولده. نما وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى. كبنج آلته شندا برهرب زيادة ولده كان شكون بنو معنى قشمش معنى دم برسبابنا. ولذا جاء في الدعاء شونا دعاء من ده كلده ده. يا رحمن الدنيا دنيا ده رحمته إشتفهم مجا يتفهم من بحرمان قلدان ذات ماش. لأنه يعم المؤمن والكافر. Yani bu iki sözünün oturup farklı. Rahman diyen dünyada çeksiz mında hem umumiyetlik rahmet kıyıbıça diyen buldu. Demiş şöyle dese bu Rahman hazır umumlukını bildirdi. Dünyanın Rahmanı diyen diken ha. Mümin olsun kafir olsun hemmege ayırmay hemmege rahmetine inam kıldığın zat diyen buldu. والرحيم الآخرة ديلده. رحيم الآخرة ديجن من بلدر دوسة لأنه يخص المؤمن. يعني مؤمن خاص آخرة تا رحمته مؤمن خاص. Rahim babası. رحيم الآخرة ديجن. رحيم دسا عند آخرة عند خاص ديجن بتصدق. رحيم الآخرة ديجن أثر ديجن دعاء ما. بعد بتابع الله رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ديجن. رحيم الآخرة ديجن آخرة تا رحمته مؤمن لاجي خاص وغان. Emniyetten de rahmette, mağfirette müminlerge hasmı buldu. Lakin kafirine bazını mağfiret kılıtıqalarım var. Şiraya cennet keşirettim dedi Allah o. Hadiste köp var bu. Az diken anlasam da ne oldu? Dünyada mesela Allah Teala tenip durup ya sen bunun igem emas dep tuğanğa rızık kurdu, bütün havadan bahman kıldı o. Şu rahmet. İki ahirette müminlerle cennet çekildi o. Ve kana bil mu'minina rahimama. وقالوا الرحمن خاص تسمية. Yani alemde bunda diyen dedi. Rahman diyen isim cihette Allah'a khas. Yani bu Allah diyen sözde isim bulup ketken. Sübhatlekin berip bu Allah haslan bir isim bulup ketken. Çünkü Allah'tan başka Rahman değilmeydi. Liyennehu la yusafihi gayruhu. Çünkü Allah'tan başka Rahman'da sübhatlekin olmadıkken bu kudda Allah'ın ismideki bulup ketti dedi. Ve amun ma'na. Lekin man cihetin umumizlik. Ama mümin kafirga tigilgan bu rahmat. Ve rahim bi aksihi. Lekin rahim onun aksisi. Yani başkanlığımız sübhatlekin buldu. Raculun rahim desek buldu mesela. Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'de sübhatlekin bil mu'minine raufur rahim. لأنه يوصف به غيره ويخص المؤمنين. Demek bir yerde Allah'tan başkanı mı sıfatlı buldu. Lakin bir yerde hususlıkla Rahman'ın okşamadığın tarafı bu müminlerge khas. Velida kaddamar Rahman. Şuna Rahman'ı aldı koydu. Dünya aldı oğandaki dünya khasını aldı koydu değişmek. Yani umumda aldı koydu değişmek. Bu bizden özümüzün ona bir tahlildendi. Demek için Rahman dedi, andın Rahim dedi. Aslında Rahim deyip andın Rahman dedi oldu yani. Sönden yukarı karab bunda öyrüleş kaidesi var demek. Bu özden çıkarılan kaide. Allah Teala kelamını özden kaidesi hoşu deydi. Ve imkanı ablağ dedi bana. Rahman degen bakrak kuşluk olsun lekin başta geldi dedi bana. Aslında vel kıyas bana at-terakki minel adna ilel a'la. Adet kıyasta adet normal kaide mündat dedi. Sönden yukarı karab mantık dedi. Yani Rahim, and Rahman dese adet bizden kaidemiz boyunca buldu. Lekin Allah Teala Rahman'ı aldı koydu. Yuqalu fulanun alimun nihrirun. Nihrir alimnin sıfatığı. Alimun sıfat. Nehrin sıfat. Fulanın sıfatları az var ikisi. Fulanun hem alim hem ona nehrir yaptı. Bunda katta alim kendi. Alim degen o normal. Nehrir degen bu fevkladda yetişken, yetik alim. Alimge adetki alim. Lekin nehrir degen bu anda fevkladda Allah'ımızı. Eslama alimnin onundan sonra Rahim boğusultu demekçi bu.
Andın nehri diye Rahman'a o'xshash kiyinkas oldu demakchi. Bu odatda insonlar maqol yozgan chaqda, so'z yozgan chaqda aldilamda tövende yuqori qarab maqol demakchi. Bu bizning qoida. Alloh taolo o'zi xalqini qiladi. Şerri kem aqilin ayatu mazahibu ve jahilin jahilin talqahu marzuqa. Dayıqda sayyaral nehrira zindiqa. Nehri degan unda katta alimni zindiq qilib o'tgan. Vallazi tarakal awhama hairatan va sayyaral aliman nehrira zindiqa. Demek nehrir fevqada yetişken alim degan bu. Li'annahu kal alammiş. Lemma lem yusab bi gayrul. Kal alam. Bununki şu isim bo'lib ketdi bu. Tunuşturgan narsa. Lemma lem yusab bi gayrul. Demek Allah'dan başka Rahman'da sıfatlanmagan ekan, Allah xas isim bo'lib ketdi bu. Allah degandek, Qulullah ve udur Rahman. Eyyemma tad'u falahul esmaul husna. Allah deb chaqirsan bo'ldi, Rahman deb chaqirsan bo'ldi. Va rahmatullahi andamana. Allah Taala'nın rahmeti dedik. Rahmet degan nimadan iborat? Bir ahvolni ko'rgan chaqda, buning ichi og'rib, mehr shafqatda kelib, bunga unda bir foyda yetkazish degan bu. Yaxshilik qilish degan bu. Masalan biz ya bir ochqog'i mushkosi ishimiz og'rib qolsa, bunga bir narsa tashlab turamiz. Ya to'ngab qolgan bo'lsa, bir isitib qo'yamiz. Shunga o'xshash dildagi bir mehr shafqatdan iborat. Endi Alloh taolaning rahmati nimadan iborat? Bu yerda mana bizning shu Ash'arining ta'vili mishay keldi. Rahmetullahi nimadan iborat desa, in'amuhu ala ibadi. Nima uchun desa bular? Bu Alloh taolo bu insondagi qalbi erib, ish og'rib ketadigan bunda sifatdan pak. Ya'ni insonning mislidan pak. Undan keyin bu Alloh taolaning loyiqli nima bo'ldi. U nimadan iborat desa, marhamat qildi, in'am qildi. Hech qanaqa ta'sirsiz deysiz. İnsanlı bo'lganda dili erib ketadigan bunda ishlar bo'lmay, bunda bo'ldi dedi. Lekin bu ta'vil. Ta'vil ihrajuhu an'iz zahir shunami? Zahir rahmat degan so'zni bilmizganmaylar. Bu rahmat desa, yo'q, bu rahmat emas, bu menda in'om qilish deb boshqaga apirib ta'vil qildi. Lekin salafning e'tiqodicha, ya'ni Alloh taolo rahmat qildi, rahim deganni ta'vil qildi. Endi qaraydi masalan. Ta'vil qilmaydi. Allohning rahmati Allohning rahmati shu. Rahim qiluvchi. Lekin qanday rahim qildi? Bu dili erib, mehr shafqat tutib bunda qilamdi yo boshqa tarafdan qilamdi? Bu Alloh. Aslida shu tarafdanki ash to'g'ri. Yani bu mesela Allah Teala'nınki zatını biz düşünüp bitemeyimiz-go, idrak kılamadık. Yani biz özümüzden dünyasını ölçen boyunca, özümüzü okşutulan bu dil eriydi, bu rahmeti. Allah Teala başka bir bizden önümüzü düşmeydiğen zat olgan degen kaidimizge. Onunla has rahmet bu bizden bu yürek o nimege düşmeydiğen bir rahmet. Özge has rahmet. Yani onu biz inik deppası biz düşünmeyimiz. Ama mesela buranqa şu cahiliyetdeki Araplık ve kompüterin gibi yapaz düşünüp de düşünmeydi. Tamam ya. Şuna o'xshaydi, bizning aqlimiz ona yetmaydi onu. Alloh taolo mening rahmatim ma'nida iborat. Menda ishli bo'ldi, men rahmat qilsam desa biz qolmaymiz. Lekin rahmat da biz tushundiganmi shu nimaga yaqin bir narsa deb qo'ymaymiz. Alloh xos rahmat deymiz onu. وأصله العطف من شفقة عبارة أصله معنسه. وأما قول الشاعر في مسيلمة الكذاب شاعر مثل مسيلمة الكذابنا وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا دب شير مليل بتكن يا مسيلمة نالك إله دب خرابة يا كبك مبالغة من دب الله اسمنا إشلت بتكن وده لقما مسمال دم السماء إشلتغا شئت لا شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. مش مسلمان منافق شاردم بالساعة خليفة بزنا مخطب شنو إشلت الواحد القهار يعني كنا نسبته الله نسبته. لكن bu işletten bu kalırsa ilişki adamının bizde. Ma Müslümanın işletti. Lekin bu cahil işletiş emas. Yakem de belki artık maktaş şunu işlettim. Yok bu insanı Allah'tan sıfatından maktadı. Çünkü Müslümanın Rahman deyişi bu bir normal ahval. Lekin adetten Rahman deyişi yok demek. Demek bunun degini sebebun min ta'annutihim fi kufrin. Aydan kafirlikle bek kejlik kılıp cahillik kılıp durğanlıktan degen söz mü var? Normalde işletilmeydi dedi. Gayh degen yamg'u, al-vara degen mahlukatlar. Sen mahlukatninki yamg'uri demek. Yamg'ur degan nima? Shu usuluk, qurg'oqchilikda o'lay deb qolgan chaqda qutqizadigan narsa bo'lganki yamg'urni. Sababun min ta'annutihim fi kufrihim. Ve Rahmanu gayru munsarif. Rahman deb mundalam desek eliflamni dema ya. Bu gayru munsarif deydi. عندما زعم أن الشرط انتفاء الفعلان غير منصرف بلاش شون مش فعلان وزن كاجن سوز اگر مؤنث فعلانه çıkmaz kerak bulması kerak deydi. İşte atşana deb chiqadi-ku. Bunda bo'lmasa andın bu gayri munsarif bo'ldi deb qarab bu nahv qoidalari. Bunda deb qaraganlar bu Rahman gayri munsarif deydi.
Rahmana dedi o. Rahmanan demekçi. Mesela maşiyedikse Rahmanan. Rahmanan yani kim adam da bu acaba ne koyduysa bu gayrimunsarif. Bunda bulması gerekten şehrimizden kapını udulayman da kıyam bolsun mümkün. İz leyse lehu fa'lana. Demek Rahman'ınki fa'lana vezni çıkmaydı. ومن زعم أن الشرط وجود فعلا أجر مؤنث فعلا بالإشكراك ده بشرط غلبان عطشا ده بتشخصه عطشان عطشا ده بتشخصه غضبة مثلا غضبان غضبة ده من ده بالإشكراك عندن شو جان غير منصرف بالدوسة صرفه إذ ليس له فعلا منه رحمة ده من ده مؤنث من ده çıkmagan iken منصرف oldu iken bunun karşı. والأول الوجه غير منصرف'in şu doğru değil. Qayda bo'yicha ta'lani bo'lmasi kerak. Endi birinchi shu to'g'ri bo'lgan ekan, nim bo'ladi? G'ayrimunsarif bo'lsa, fatha bilan majrur o'qiladi. Zir o'qilgan yerda zivir o'qiymiz-ku? Kasri bo'lmayotgan chaqda zir o'qilmay, zivir o'qiladi. Majrur oladi. Min rahmana deymiz mesela. Min rahmani bo'lmaydi. Lekin al kirib qolsa, u chaqda bo'ladi, munsarif bo'ladi. İşkini kalksa kimse Ahmet dese yansarif depski. Öyle diyorsa nahşinaslar. Diyelim ki işkini kalka Ahmet la yansarif depski. Bizi kalkalı. Kalka adamın ismi Ahmet olsayken. Hem elhamdülillah. Demek bu şadir okuvatkan bu şadir. Bu geçseniz asla Allah Teala bizge nimini bakçı bunun jirakat. Tefsirde bazı başka bir varda söyleyip jürimiz hazır. Başka hiç kettik. Mesela onu kanda yazış onu faydalı malumatlar. Yani asla filminin tefsiri emesin. Kuddalika tefsiril kebir Razi'ninki. En çok tefsirler varsa alimler bunun da hem münasebet tefsirlam yok depkar. Ki kulli şey illa tefsir. Gap bilan to'shab ketaylikda. Elhamdu. Yani Bismillahirrahmanirrahimdan mustugide. Nima? Elhamdu lillahi rabbil alamin. Elhamdu mishada al-wasfu bil jamil. Şirayla sıfatlaş, medhileş ha bu. Ala cihati tafzil. En evzel mana. En isil deb şirayla sıfatlaş ibaret bu. Hamd aytishdigan. Ve huwa rufi'a bil ibtida. Demek bu mubtadadır. Merfu' li'annahu mubtada deymiz ha. Ve asluhu nasb. Aslı bu adette aslı degan mesela al-qaida. Aslı degan söz necha ma'ni qildi qo'shil fiqda. Ad-dalil, al-qaida, al-asas, al-qaida al-mustamirra. Endi bir narsa ulal asosidir. Odatda bizning arab tilimizda demakchi bu qoida bo'yicha bu nasbalat qildi bunday holda. Xuddi nima emas shukran, afvan, nazqon bu nasbalat qildi. Yani ahmaduka hamdan, hamdan lillah deymiz-ku. Hamdan lillahi ala salamatik. Endi bulta odatda arabning qoidasida. Lekin bu yerda marfu'alat o'qildi deydi. Va qad quriya bi idmar fi'lihi. Yani ahmaduka hamdan deb o'qildi yani. Oldida fe'lni ko'nglimizga ken holatda taqdir qilgan deydi. Holatda o'qildi deydi. Ala annahu min al-masadir al-mansuba bi af'al mudmara fi ma'na al-ikhbar. Demak bu ash fe'lni taqdir qilingan holatda zivar o'qilgan, mansub o'qilgan masdar qatorida unda o'qildi deydi. Lekin ma'nosi xabar ma'nosi. Yani Alloh taolaga men hamd aytma deb xabar berayotgan holat. Yani ahmaduka hamdan. Ya ahmadu hamdan li robbil alamin degan ma'noda. Ka qawlihim shukran va kufran. Yani shukran, ashkuru shukran. Şunama? Vel udulu anın nasbi ila raf'a. Hamdu biyada Allah Teala hamdan demey bu Arap qaidesi deyildiğimiz elhamdu deb keldi. Bu elhamdu deyişme Arap qaidesi. Elhamdu degan. Lekin ko'pincha manda keldi bunun maqsud demaymiz elhamdu desa lidalala ala sabat al ma'na va istiqrarihi. Bu balag'a tarafı xush taraf bu. Qanday desa elhamdu desa jumla bu ismiya bilan bunda boshlanganini nima bildirdi? Muqim bekitilib ketganini bildirdi. Lekin fe'l kelsa tajaddud va istimrar deymiz. Ama bu yerda subut anisi. Qachonda olsun. Yani biz hamda aytsak aytmasak, aytgan chaqda olsun, boshqa chaqda olsun, haqiqatda davomliq bu muayyan ish, bekitilib ketgan ish degan ma'noda. Hudul degani. Uni qo'yib, ma'no yutkilash deydi. Nasbdan yutkilash degani. Tada degani xabar nima? Lillah. Walla mutaalliq bi mahzuf. Bu yerda lam adım nimaga mutaalliq qildi desa bir ilib tashlanib ketgan bir so'z varmış yani. Muqaddar bir so'z var edi. Yani vacibun aw sabit degan. Vacibun lillah aw sabitun lillah. Ya xossun lillah desak bo'ladi. Elhamdülillah hamdu zada Allah bilan xos degan. Ma uyg'ursizda jimi hamdu sana Allah xosdir deymiz-ku.
Cemil degani al degandan chiqqan nima. Wa qila al-hamdu wal madhu akhawan. Ba'zilar qarashidanda hamdu bilan madhiya ikkisi bichiqqan. Bizga gap demoqchi. Va huwa sana va nida alal jamil min ni'matin va g'ayriha. Bu bo'lsa sana o'qish va yaxshi bir ne'mat va boshqa bir yaxshilikqa qarta obdan chaqirish dedi. Taqulu hamidtur rajula ala in'amihi va hamidtuhu ala shajaatihi va hasabihi. Mesela manda da izadatda. Bu kişinin bana qilgan in'amlariga qarta men hamd aytdim. Yana onun shajaatiga, qaysarligiga va isl hasab nasabiga madiya o'qidim deysan dedi. Demek bu madhilan o'xshash demakchi men misolda. Amma shukru fa ala ni'ma xosatan. Ama shukrga rahmat aytish deymiz u ma'lumotchilar. Rahmat aytishga ne'mat olsalam, unda unga rahmat aytish bor. Yaxshilik qilsa va binat basa va huwa bil qalbi val lisan val jawarih. Yani shukr degan rahmat aytishga dilda rahmat aytishim bo'ldi dedi. Tildimi bo'ladi va boshqa a'zolar orqali rahmat aytish bo'ladi. Sharad afadatkum an-na'ma'u minni thalathatun yadi va lisani va ad-damir al-muhajjaba. Hozir mana shukr bilan hamdini ayirayotibdi. Hamd degan ig'zimizda madiy o'qish bir narsa yaxshi gapini qilib nima qilsa yaxshi sifatlasak bu hamd bo'ldi. Lekin shukr degancha rahmat aytganmasdan sho'san opirib uyga yetkazib bersin gap qilmasdan bu bir xil rahmat aytish. Hani ko'nglimizda bunda o'shadami Alloh rozi bo'lsin deb bunda nima qildik-ku? Duo qilib bu bir xil rahmat aytishim. Yoki ig'zimizda ifodalama rahmat deb ko'nglimizda desak bu ko'nglimdan bo'ldi. Demek bu hamma tarafdan bo'ladi dedi. Yani an-na'ma degan hozir menga bir ne'mat qilding dedi. Ne'mat qilding, bu ne'matdan sana nimani foyda berdi? Mendan 3 narsa foyda berdi dedi. Sening menga bergan ne'matdan men tarafdan sana 3 narsa foyda berdi. Yedi, qo'lim, tilim va qalbim. Damir degan o'shada vijdonni biz odatda. Shu yoshirin ko'rinmaydigan dilim degan bu. Damir. Nima shukr bilan farqi? Valhamdu bil lisan wahdaman. Hamd degan tillardan bo'lgan narsa. Va bu ihda shu'ab shukr. Bu 3 turli shukrninki bir tarmoq shu. Shunama? Va minul hadis alhamdu ra'su shukr. Mush mazmundan bunda bir hadis. Alhamdu ra'su shukr. Hamd degan shukrning beshi deydi. Endi o'ttiri nima? A'zolar bilan nima qilish? Yani bir tarafi dil bilan nima qilish? Ma shakaralloha abdun lam yahmidhu. Hamda Alloh taolaga shukr etmoqchi bo'lsak, buni hamd etmasak shukr etqanga kirmaydi dedi. Lekin boshqa insonlarga shukr qilmoqchi bo'lsak, hamd etmasakmi rahmat bo'ladi. Alloh taolaga shu yuqori martabasini qilmasak bo'lmaydi dedi. Va ja'alahu ra'sa shukr. Nima uchun unda shukrning besholab qolgan, ustun taraf bo'lib qoldi? Anna zikrun ni'ma bil lisan ashya'u laha min al-i'tiqad. Çünkü adam ne'matni til bilan nima qilsa, u ko'ngilda bunda yaxshilik qildi ma. Alloh rozi bo'lsin, rahmat bu odamga. Bunda ko'ngilda o'ylashdan til bilan nima qilish bakrak ko'pincha ahvolda. Bir kimga rahmat aytmoqchi bo'lsak, ko'pincha og'zimiz bilan rahmat aytamiz. Wa adabul jawarih li khafa'i amal al-qalb min al-i'tiqad wa adabul jawarih deb, ha? Yani peş qo'yib qo'yibdi, elib tanlash. Bu musulmon musta'nifada qo'yib qolgan mas'ulchi. Shu peş imlonlarning muhimligi mishadan chiqadi. Minal i'tiqodi va adabul jawarih. I'tiqod degan so'zmi? Hamza tavassul, ha? Minal i'tiqod. Masadirul khumasi va sudasi fasl qildi. Men xatni unutib qolmayman. O'qigan chaqda xato o'qib solamiz. Minal i'tiqod deb o'qiymiz hozir. To'g'risi minal i'tiqod. Masadirul khumasi va sudasi ashar ism qo'l so'zli bo'lganda masadir xumasi va sudasi ashya teng taqilgan deb. Demak, til bilan rahmat aytish odat dil bilan yoki ish harakati bilan rahmat aytishdan ko'proq deydi. Nima uchun esa bu qalbning ishi degan ne'mat qilgan odam, yaxshilik qilgan odam uni uqmaydi, ko'rmaydi. Shunama u maxfiy. Va ma fi amal jawarih min al-ihtimal. Ammo qilgan ish harakatida ehtimollik bor. Balki unda rahmat aytib tushunmay qolishi mumkin. Chunki irzaki desak dil xudo deydi. Laha zaminni qayturu ashya laha min al-i'tiqad. Laha shukrga. لأن ذكر النعمة باللسان أشياء لها للشكر من الاعتقاد ونقيض الحمد الذم حمد منك نقيض ديجان تم قرم قرشة نقيض ديجان ما بوسا أبو مدى الناس لا يجتمعان ولا qarşı manası değil buna. Zam bu nima sökeş deymiz. Uyg'urcha sökeş deymiz zam. Va naqidu shukr am shukrninki qaram qarashicha kufran degan tuzgorlik qilishgan. Ya'ni ne'matga tinish. Va qila al-madhu tana'un ala ma huwa lahu min awsaf al-kamal. Yani bir qarashni ba'zi deb qilibdi. Madhi degan kamolat sifatlari bilan madilashni, sana o'qishni
bildirdi debdi. Mediye bilan hamdini ikkisi ayırmakçı. Mesela Allah baqi, qadir, alim, ebedi, ezeli degandek mında kamalat sifatlari bilan sana oqsaq bu mediye oldu. Şükür degan sanaun ala ma huwa minhu min awsafil ifdal dedi. Nimet qilish sifatlari var. Bunun bilan mediye oqsaq uni şükür oldu dedi. Yani hamd degan ikkisini o'ziga oladi. Yani şuna şükürni Qur'onga ya'malu ala Davud şükra. Nima? Şükürni qalb bilan, til bilan, javarih bilan bo'ldi dedi. Shu Qur'onda i'malu ala Davud shukra dedi. Ushkuru ala Davud demedi. Yani i'malu degani rahmat aytadigan ishlarni qilinglar dedi. Bak eg'zidan qilmasangmi biz taqsa tamoq chigizinglar degandek-chi masalan. Ben o'sha 3 turni o'zicha oldiganlikda i'malu dedi. Chunki uni aytinglar deb qo'ysa tez joyi chiqmaydi. Amali hareketinglar bilan rahmat ayting degandek bu. Shukr degan ifdol, yani ne'mat berish, yani tafaddul qilish deydi. Marhamat qilish sufatiga qarata undan biz sana o'qsak bu shukr oldu deydi. Hamd degan hammani o'z ichiga oladi. Val alif val lam fihi lil istighraq indana xilafan lil mu'tazila. Uni kashaf qarata pozitsiya bildirib bo'ldi. Bu yerda al deganni, alhamdu degandik al lil istighraq dedi. İstighraq degan ma'nosi bo'ldi. Yani hamddan birisimi sirt qilib qolmaydi. Hamd masalan 100 hamd olsa, 1 million hamd olsa hammasi Allohning xos. Uningdan boshqa, masalan boshqa birisiga hamd deb bir narsa deyib qolgan bo'lsa bu hamd emas. İstighraq degan ma'no. O'ziga deyishmi? İstighraq degan birisimi sirt qilib qolmaslik degan bu. G'arq bo'lib ketdi-ku, umum. Demak, birisimi sirt qolmaydi demak-a. Xilafal mu'tazila deganda bo'ladi jinsli. Hadi cinsler istiraqı yakın çıkışı, lekin azra farkı var. Cinsil hamd demekçi. Mu'tazila hamdının cinsi Allah'a xas deydi. Mesela birincisi Allah Teala'ga işletildi, onun başkalarına ona hamd deyilip kalmadı. Hamd eğitilgan bolsun o hamd emas o dedi. Ama lekin cins desek bazı hamd sırtı kalıdı. Mesela kişilerini buzganmış, pul dedi. İçeride pul cinsi buzvetti. Lekin uğuşugan pulu mu var? Kişilerini. Tamam ya? Yani bazı yetim eserliği pul kepti, onu yaxşı okuyup terbiyelenip adam buldu. Pul cinsi buzdu. Lekin bunun hemmisi emas. Bir kısmı buzdu, bir kısmı. Ve cealna minel ma'i kulle şeyin hayy. Lekin hemmi sudan kıldı mı? Hemmi sudan emas. Bir kısmından kıldı mı? Bir kısmı su belki onda bir narsa yaşatış işletilmeyi. Yani cinsil ma demekçi. Lekin hemmi sudan kılmadı. Velida Kur'an'a bismillah lillah dedi o. Demek istighraq olgan ekan Alloh bilan qas. Yani barliq hamd sanolar bo'ldi ekan Alloh bilan qas. Undan boshqa hamd sano yo'q. Li'annahu ismu zatin fastajmi'u sifatil kamal. Bu bir zat muqaddasining ismi bo'lgan ekan, bu kamalatlik nima bilan bo'lsa hamma jug'laydi. Va huwa bina'un ala masal xalqil af'al. Bu xalqil af'al masalasi, yani mu'tazillar ahlining o'tirdiki, insonning ham harakatlarini Alloh yaratganmi yoki inson o'zi yaratgandi, yoki yaxshiligini Alloh yaratib, eskiligini o'zi yaratgandi degan masalaga bir taqiladi deydi. Ahlisini Alloh taolo bandalarning harakatini yaratdi deb qaraydi. Xayr olsun, şer olsun. Mu'tazila şerrini yaratmaydı, insan o'zi yaratdi. Yani Alloh taolani tanzih qilamiz deb şerni Allah Teala mensup kılmaymayız deb. Vaqad haqqaqtuhu fi mawada. Ben bunu bir neçe o'rinda, mush kitapta yoki boshqa kitaplarımda tahqiqladim. Haqqaqtuhu degan voyaga yetkazib tahqiqlab dalilidan bayon qildim. Bu nima demakchi bu? Xalqul af'al masalasi bor. Shu masalani men boshqamda alqa e'tiqod kitoblari bor. Umdatul e'tiqod degandek boshqa ya usul kitaplarda, kalam kitaplarımda yoki mush tafsirning boshqa yerda necha yerda buni to'liq bayon qilib qo'yganman. Bu yerda bayon qilib o'tmasam bo'ldi demak. Mishaychi bo'lsinmi? Allohu a'lam. Alhamdulillahi robbil alamin.